MacBook Neo'ni protsessoriga keladigan bo'lsak, men boshida o'zi hayron qoldim. Hayron qolib yurdim. O'zi insiderlar yangi chiqadigan MacBooklarga A18 Pro chip qo'yiladi deb aytishyapti. Men ishonmayotgandim va mana shu MacBook Neo chiqib bo'lgandan keyin, qanaqa chiplar o'rnatilgandan keyin men eshitib shokka tushib qoldim. Ya'ni bunga A18 Pro chip o'rnatib qo'yishgan va MacBook Neo ishlayapti. Ya'ni bu iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max'dagi qo'yilgan chip, A18 Pro chipi shunda olib, shunda MacBookga Neo'ga ko'chirib qo'yishgan. Ya'ni Apple nima demoqchi? Bizning smartfonimizdagi chip shunaqa darajada kuchliki, biz hattoki MacBooklarga qo'yib ham biz ishlata olamiz deyapti. M chiplarni men gapirib o'tirmayman. M chiplari juda ham dahshat, chunki men o'zim har doim mana M chiplardan foydalanib kelaman, ya'ni M1 Pro dan foydalanib kelaman. Juda ham dahshat. Mana bu ham yomon emas. Bu A18 Pro chip M1, ya'ni MacBook Air M1 dan yaxshiroq ishlab beryapti, ya'ni tezroq ishlab beryapti. Va natijalarni o'zingizlar mana ekraningizda ko'rsanglar bo'ladi demoqchiman. M1 dan, ya'ni Geekbench dan single core da ham, multi core da ham ko'proq ball olgan A18 Pro chip. Aytgancha, o'zingiz uchun ham bilib qo'ying, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max'is qanaqa darajada kuchliligini.